Assalomu alaykum. Samafta Builders kanalining obunachilari, followerlari. Ko'pchilik yozdi kommentariyada updater taqdiri nima bo'ldi, terminate qildinglarmi, nimaga updater aybdor? Driverlar har xil injiniringlar bor. Ba'zilari aytadi, weight, ya'ni og'irligi mashinadan o'tmasin deydi. U oson. Bitta driver xullas palitlarni qo'yganda yonida ochiq joy bo'lgan. Commodity chips bo'lgan, Lays chipslar bo'lgan. Men eski kompaniyamda, ya'ni eski ishlagan kompaniyamda u yoqda hamma narsani accounting o'zi olib borardi. Securement qilish kerak bo'lgan. Driver ikkita strapni prosta qo'yib qo'ygan, anaqa tarafga, ikki tarafga bo'ldi. Yaxshi securement qilmagan. Kuniga 100 talab yuklab tutib o'tirardi. Kuni faqat TMS bilan o'tadi. Endi driver tashadi deylik, beyo'lda. Qaysidir page missing. Broker o'ziga email yozardik, ya'ni o'zimizga как update emailidan yozardik. Accounting sifatida emas, update sifatida yozardik o'zimizga. Assalomu alaykum. Samafta Builders kanalining obunachilari, followerlari, hammaga salom. Biz yana Samafta jamoasi bugun Samafta Builders podkasti 6-sonini olib turibmiz. Part 6. Bu podkastimizda har doimgidek o'zim Bekzod ismim. Ko'pchiliklar taniysizlar. Oldingi podkastlardan chiqib kelganman. Bugungi podkastimizda biz oxirgi 15-20 kunlik ichida kompaniyamizdagi o'zgarishlar bo'lgan voqealar rivojini update tomonidan, dispatch tomonidan, ya'ni umumiy olganda dispatch teamda qanaqa bo'lgan, update experience'larni ham ulashib o'tadi. Biz dispatcherimiz at the same time bizda accounting tomonidan qanaqa ishlar bo'lganini, proses qanaqa ketganini ko'rib chiqamiz. Dispatch teamdan update bo'yicha experience'ga ham katta experience'ga ega va dispatch bo'yicha hozir ishlab kelayotgan Ali dispatcherimiz. Assalomu alaykum. Hozir niklari ham Ali, o'zlarining ismlari ham Ali. Kamdan kam lekin bunaqa logistikadan ismi ham niki ham bir xil bo'ladiganlar odatda boshqacha bo'lib ketadi. Accountingda bu safar biza bilan Abdulbasit, niklari Kevin, ko'p invoicelar, hamma narsa driverlarning statementi shu browser qo'llaridan o'tadi. Xo'p, Ali, keling ozgina followerlarga o'z haqida bitta qisqacha ma'lumot bersangiz, qanaqa kirib kelgan Samaftaga, qanaqa boshlangan bundan keyin yana davom ettirib ketamiz. Assalomu alaykum. Men logistika sohasida 22-23-yillardan beri borman. Ya'ni boshqa kompaniyalarda ham experience olib, borib o'sib, Samafta Transga 2024-yil oktyabrda kelganman. Shu suhbat orqali albatta. Va updaterlikdan boshlaganman. Updaterlik avvaliga main shift updaterlik qilganman, keyinchalik after hoursda va after hoursdan dispatchga o'tganman, ya'ni after hours dispatcher. Undan keyin o'sha vaqt o'tib, yaxshi yuklar olib, grosslar qilib boshqa qilgandan keyin main shiftda dispatcherlik qilyapman shu bahor boshidan beri. Zo'r, demak, uje soqqan bosib tashlagansiz. Bahordan bo'ladigan bo'lsa, yo'lda ko'tarilib, algoritmlar ko'tarilib, driverlarga kelish ham yaxshi, biroq xohlasa, Samaftaga qo'ldan kelgancha endi sifatiga qarab sekin. O'zi Ali bilan oldin update'da ham birga ishlaganmiz. O'sha update'ga endi kirgan paytlari men update manager bo'lganman u payt. Ali dispatchga o'tganda, men bu yoq bilan recruitingga o'tib ketib qolganman. Bunda mana shunaqa bo'ldi. Hozir mana reelslarimizda ham aytganmiz, ya'ni update'larning xatosi deb eslatib o'tganmiz. Alining o'zida kamchiliklar bo'lgan, lekin ko'pchilik yozdi kommentariyada updater taqdiri nima bo'ldi, terminate qildinglarmi, nimaga updater aybdor, yo'da baribir e'tiborsizlik bo'lgan. Keyin shiftni xatosi ham albatta bo'lgan. O'sha case'larda Ali ham nima deydi, aralashib qolgan bo'lganlar albatta, shiftlarida bo'lib o'tgan, lekin mana dispatch bo'lib, hozirda hali ham Samafta Trans bilan birgalar, ya'ni Samafta Transda bu nima deydi, xatolar, kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, team albatta yordam beradi, maksimalni tushunib. Endi bitta xato qaytarib qurgandan keyin Libo kompaniyani terminate qiladi. Biz ham shunaqa qilamiz. Xatolardan o'rnak olib sekin. Xatolardan to'ppa-to'g'ri, xatolardan o'rganib, rivojlanib, xulosa chiqarilgandan keyin mana xudo xolisa hozir dispatch qilib yaxshi o'tadi. Hozir Ali nechta trackga qaraysiz? Adashmasam 4 ta yoki 3 ta edi. 3 ta, hozircha 3 ta. Agar yana qo'shiladigan bo'lsa, recruiting tomonidan aktiv bo'lib va sekin o'sha 5-6 taga chiqarish niyat bor, xudo xolisa. Hozir lekin aktivni 3 tasi harakatlanyapti bizda. Mana Brandonbekdan o'zim o'sha bular update manager bo'lgan paytlarda, men updater bo'lgan paytimda ancha narsani o'rganib, sekin o'zlarining qissalari bor lekin. Rahmat bro. Xo'p, Ali, endi oxirgi mana
o'tgan qildi kelgan driverlarni ko'proq qismi sizga to'g'ri keldi. Ya'ni yangi driverlar oldin kompaniyada ishlab yurgan emas. Umuman ishlamagan, biz bilan ishlamagan driverlar ham keldi. O'zi dispetch tomonidan siz o'zingizda qanaqa bo'ldi holatlar, masalan, gross qilinishlari yoki qanaqadir qiyinchiliklar bo'ldimi? Masalan, qaysidir injiqlik qilishi bor. Adashmasam mana shunaqa keyslar ham bo'ldi driverlar bilan. Ha, driverlarning har xil injiqliklari bor. Ba'zilari aytadi, weight, ya'ni og'irligi mashinadan o'tmasin deydi. U oson. Yoki men mashinalarga bormayman deydi. Ular oson injiqliklar. Ya'ni to'g'rilasa bo'ladi. Unaqa driverlar bilan ko'p ishlaganmiz, experience juda ko'p. Lekin shunaqa driverlar bo'ladi, ba'zi bir joylarda keyslar bo'ladi. Driver ozgina o'zi ruscha bilan aytganda, shustriylik qilish kerak bo'lgan joylarda driverlar biroz nima desa bo'ladi, o'zini ko'rsata olmaydi yokida o'sha communicational skillslari ba'zida yetmay qolyapti. Yokida aytamiz-ku, miya siqib qoladi deb. Mana bugun bo'layotgan narsa, bugun chiqqan narsa, o'tgan kuni olingan yuk, Ohiodan Floridaga securement qilish kerak bo'lgan driver ikkita strap просто qo'yib qo'ygan, anaqa tarafga, ikki tarafga bo'ldi. Yaxshi securement qilmagan. Lekin biza tomondan ham avtoravusda bo'lgani uchun uncha qattiq qaralmagan. Uncha qaralmagani uchun chiqib ketgan, yo'lda shift o'zi loqaydlik qilib bitta joyda sal qolgan yetib olishiga, harsh brek bo'lgan. Oldingi mashinaga urib olishiga sal qolgan. Oldingi mashinaga urib olishiga sal qolgan. Plus orqadagi hamma yuk bitta joyga to'mparadigan. Load shift yomon bo'libdi-da. Bir qancha palletlar sinib ketgan. Hozir biz o'sha borsak accept qilmadi. U metal coil edi. U metal coil ham damage bo'libdi, bitta ikkitasi. Receiver uni qabul qilmayman dedi. Hozir boshqa facility topib, haligini recycling qilamiz. Просто driver o'zi aniq qilmasdan, aql ishlatmasdan, ya'ni shipper yuklab bergan. Biz oldin ham bunaqa yuklarni ko'p qilganmiz. Ya'ni anaqani o'ziga yaxshilab u jigutlar bilan qotiriladi, strichlar bilan qotiriladi pallet o'ziga. O'sha turadi, u bilan boramiz, safe bo'ladi, hech qanaqa muammo bo'lmagan hech qachon. Boshqa driverlarimizda ana shu street driverlarda communication skilllari kuchli bo'lganlarda. Lekin hozir bitta o'sha driver ozgina loqaydlik qilgani uchun securement yaxshi qilmagan. Plus u mayli u securement qilmasa ham, misol uchun qilgan taqdirda ham haligi harsh brekka u qattiq berib yuborgan. Securement qilganda ham u og'ir yukni strapda turib bera olmasdi. Masalan, haqiqatda driverlar bor, o'zi update managerlikda ishlaganimda ham ozroq vaqt xabaringiz bo'lsa, nightga qolganman avtoravga, 2 soat to yukli pikap bo'lib, muammoli nima deydik? Driverlar pikap qilib chiqib ketadi, muammoli bo'lsa, muammoli hal qilinguncha. Lekin xuddi hozir Ali aytganda, ikkita driverga bitta joydan yuk olingan bo'lgan, bir xil facility, at the same time pikap bo'lgan. Endi u yoqda bo'lgan narsa shuki, bitta driver xullas palletlarni qo'yganda yonida ochiq joy bo'lgan. Commodity chips bo'lgan, lace chipslar bo'lgan. Facilitydan driver o'zi airbag so'ragan, securement uchun airbag qo'yib bergan palletlarning yoniga, чтобы move qilmasligi uchun degan. Bittasi so'ragan, bittasi so'ramagan. Bittasi deliveryga borguncha chotki borgan, airbag qo'ydirgan, ikkinchi driverga biz aytganmiz ham. Bolalar aytgan ham, men ham o'zim aytganman. Qilgan shu narsani deb turib, bermadi xullas deganda, shuni silni qo'ygan, chiqib ketgan. Men shoshyapman, unaqa qilmayman deb turib, shu driver kaprizniligi u darajada nima deydi? O'zini inisiativasi bilan haligini o'zini safety'sida, bu o'zini safety'si. Tem bo'li u masalan-ku u chipsida, okey. Bu yoqda endi metal coil, agar uni tepaga qaratib yuklaganiga metal coil, mana rasmini ko'rdim. Ikki xil qilib yuklagan. O'shaning shipperga misol uchun bunaqa emas, mana bizga hozir endi anaqa qilyapti, ota nimasi bo'ladi? Donoligini ko'rsatyapti deylik. Ya'ni, shipper o'zi noto'g'ri yuklaganda, unaqa shipperga yetsa, misol uchun o'shani to'g'ri qilib yuklab berardi. Yo o'zi katta metal coil bo'ladigan vaqt tushunishingiz uchun, ya'ni negativ fikrlar ko'payib anaqa qilib ketmasin. Hozir aytayotgan metal coilimiz flatbedga ketadigan katta metal coil emas, kichkina bitta paletga sig'adigan metal coil, kichikroq bo'lgan ular. Uni tepaga qaratib yuklagan, ya'ni suicide usulida emas, dumaloqday yerga yotqizib emas, tepaga tiklab yuklagan. Driver hozir mana deliveryga kelib turib, uje dispetcherni miyasidan qotirishni boshlagan. Bugun ready bo'lib yuk olib chiqib ketishimiz kerak edi, uje chorshanbani minus qilyapmiz. Tushunarli. Atak mana hozirgi muammolardan shu, lekin umumiy oladigan bo'lsa, ya'ni o'tgan bir 15 kunlik, 20 kunlik oladigan bo'lsa, grosslar hammasi joyida bo'ldi. Yo'q, bu driverda o'zi yaxshi edi hammasi. U misol uchun aytgan narsalarimizni aytganimizdek qilib beradi. Misol uchun nimadir qoqib ketib qolsa, u uje
chiqib ketib qoladi endi. Tushunarli. Endi mana update menejerligimda mana mana update ishlaganlarda ham accountingda bizdan ko'p requestlar bo'lardi. Ya'ni BOL ikkinchi pejini yuboring bizga yo bo'lmasa mana bu yukki sistemadan TMSdan nima deydi deliver qilib qo'yinglar, deliver o'tkazinglar, biz invoice qila olmayapmiz yoki PODda receiver signature ko'rinmagan, driverlar rasmga olib tashlaydi bir xil payt, bitta page bo'lsa yonib kesilib tushmay qoladi-yu. Mana shu narsalar ko'rinmagan, xuddi mana shunaqa muammolar bo'lardi bizda. Endi o'sha muammolarni eshitish uchun mana Kevinning o'zlaridan eshitamiz. O'zingiz haqida Kevin ozgina ma'lumot berib, o'zi tanishtirib o'tsangiz va tushuntirib bersangiz nima bo'ladi, sizlarda qanaqa muammolar bo'ladi? Hop, men ismim Abdulbasit. Bu yerda Kevin yuzerda ishlayman. Logistikada 1,5 yildan beri logistikada ishlayman. Bu yerda aynan Semauto Transda ishlayotganimga 1 yil bo'ldi. Logistikaga o'zi kirib qolishim anaqasi taqdir taqozosi bilan kirganman bu yerga. O'z boshida updater bo'lib ishlayotgandim, keyin уже accountingga tortishdi. Accountingda 2 hafta ishlab, 2 hafta o'rganib praktikada, 3-haftadan o'zim ish boshladim. Tushunarli. Keyin endi qarangda mana gruppalarda men ko'raman, o'zimizni общий gruppalarda masalan yozilinadi. Dispatch update'ga mana paperwork'ga mana joyi missing ekan, bolalar tashlab beringlar deysiz. Mana update'da 2 kun bo'lsa ham ishlagansiz-ku. Hech shunaqa savol bo'lganmi? Masalan, baribir sizni qaysidir yukingiz bir kun ichida deliver bo'ladigan yukingiz bo'lgan. Hech accountdan shunaqa savol so'raganda hayron bo'lganmisiz? Mana tashalgan degan мнение bo'lganmi? Chunki update'da mana Ali bilan ishlaganimizda ham ko'p shikoyat tushardi update'da bolalardan. Accounting buni so'rayapti, uni so'rayapti, qilib berishimiz kerak ekan. Shunaqa deyman, maksimal harakat qilardik qilib berishga-da. Shunaqa savol bo'lganmi o'zingizda? Nima kerak ekan shu narsada? Xo'p, u yerda farq bor. Ya'ni men eski kompaniyamda, ya'ni eski ishlagan kompaniyamda u yoqda hamma narsani accounting o'zi olib borardi. Ya'ni TMS faqat accounting olib borardi. Umuman update, dispatch hech qaysi biri aralashmasdi. Ular просто tak Google'da sheetlarni ishlatib qilishardi u yoqda. Ya'ni paperwork'ga ham receive qilish accounting o'zidanmi? Yes, accounting o'zi deydi. Lekin u qanaqa qilib olardi accounting? Ularda dispatch emailga access bor edi. Ya'ni Kirelli loadni просто search qilardi. Kirelli loadni olib, bu yerga уже TMSga upload qilib, hamma narsani o'zimiz tarafdan qilardik. Bu ishga bitta odam alohida olingan edi. TMS kontrol qilib turadigan, TMSga yukkazib kiritib turadigan bola bo'lardi. Kuniga 100 talab yuklab tiqib o'tirardi. Kuni faqat TMS bilan o'tadigan bola bo'lardi. Endi o'sha holatda masalan deylik bir kishi emaildan olib upload qiladigan bo'lsa ham TMSga, ya'ni TMSga upload qilish muammosi emas. Umuman olib qaraydigan bo'lsa, nima desa bo'ladi? Deylik, baribir driver tashadi deylik, BOL'da qaysidir page missing. Masalan, birinchi page tashlagan, ikkinchi page уже missing bo'ladigan bo'lsa, unaqa holatda nima qilinardi? Accounting driverga chiqarmidi? Xo'p, unaqa holatda accountingni o'zi qilardi, ya'ni o'sha driver o'zidan so'rardik. Driver o'zidan bo'lmasa, keyin olib bera olmasa, уже broker o'ziga email yozardik. Ya'ni o'zimizga как update emailidan yozardik. Accounting sifatida emas, update sifatida yozardik o'tda. Xo'p, unaqa kezlar ko'p bo'lgan, o'zimiz hal qilardik, hammazda update umuman qilmasdikmi? Bezovta qilmasdik. Nega? Ularda ish o'ta ham ko'p bo'lardi. Endi bizga shunaqa deyishgan, baqir-chaqir u yoq bu yoq bo'lgan. Shuning uchun u yoqda faqat accountingni o'zi olib borib, ishlarni hammasini o'zimiz hal qilardik. Даже agar birorta xatolik ketib qolsa, TMSga masalan birorta page upload qilinmay qoldi. Birinchi page qilindi, ikkinchi page qilinmay qoldi. Unaqa keysda upload qilgan odam aybdor bo'lardi. Ya'ni o'sha accountingga kim qaragan bo'lsa, o'sha bola aybdor bo'lgan. Yes. Endi mana shu joyda savol, hozir mana bizdagi sistemada o'zi bilasiz, faqat updaterlar receive qilib oladi, updaterlar TMSga qabul qilib beradi. Sizlar invoice qilib turgan paytda double check qilasizlar, nimadir kamchilik bo'ladigan bo'lsa, updaterlardan request qilib olinadi bu narsada. Qaysi sistema udobniyroq, qaysi sistemada nisbatan kelishmovchilik, muammolar kamroq? Men hozir o'ylashimcha, updaterlar qilgani yaxshiroq deb o'ylayman. Masalan, update bitta tushuntirilsa, hamma page ol deb turib, chunki accountingdan ko'ra update eng ko'p naqa bilan driver bilan gaplashib turadi, gruppada doim bor, asab bo'ladi bu narsa. Masalan, deylik BOL'da siz emaildan olishingiz uchun driver BOL tashlashi bilan emailga jo'natilguncha ham vaqt o'tadi. 2 minutdir, 5 minutdir. Может u bola, ya'ni accountingda siz aytgan hozir oldingi sistema aytganingizda band bo'lar.
to yo'lga yetib borguncha nimadir kamchilik bo'lsa, driver yo'lga chiqib ketgan bo'lsa, driverdan o'sha yo'l olish muammo bo'lib qoladi. Shunaqa. Qaysi sistema uygunroq? Hozir bizdagimi yo oldinginaqami? Plus minus. Xo'p, accounting sifatida gapiradigan bo'lsam, bizaga update o'zi taraflama qilinadigan ish o'zi qilgani yaxshi. Nega? Xuddi siz aytgandek narsalar, xuddi hammasi to'ppa-to'g'ri aytdingiz. Plus yana narsalar bor, masalan, driver уже receiverdan ketib qolishi mumkin. U payt accounting ulgurmay qolishi mumkin olishga. Bu yoqda agar update'ga shu update bio masalan POD'larni, page'larni receiverda turgan paytida masalan qabul qilsa, keyin agar chek qilsa, agar yo'q bo'lsa o'sha paytda o'zida olinsa, vaqtida hal qilsa bo'ladi. Keyinchalik bo'lishi mumkin, receiverga qaytib kelish kerak bo'lib qolishi mumkin. Receiverga yoki aloqaga chiqib, receiverga email yozib, receiverlarga. Masalan, Costco stikerlar, Walmart stikerlarda ko'p shunaqa narsalar bo'ladi. Ba'zida yangi kelgan shogirdlar o'tkazib yuborishadi, mis qilib yuborishadi. Keyin email yozib 2-3 kunda olish kerak bo'ladi. Shunga o'xshagan keyslarni oldini olish uchun update o'zi qilgani. Update o'zi qilgani yaxshi. Yaxshiroq. Chunki buni aytganim, o'zi mana shu sistemani to'g'ri deb bilaman. Yaqinda o'zim olib kelgan driver Ali loadout trailer olganlar. Driver borib ichidagi yuki driver bo'lgan, driver yukini delivery qilgan, loadoutni drop qilishga kelgan. O'sha trailerni drop qiladigan joyda ham paperwork bo'lganda, trailer o'ziga loadout o'ziga sign qilib berish kerak bo'lgan. Driver drop qilganda chiqib ketib qolgan. Hech kimdan sign ayta olmasdan. Chunki uni driver to'g'ri tushunmagan. Sign qo'ydilasanlarmi deganda, "Yo'q, shart emas, ana san o'lgur biz receive qildik-ku, normal ekan, uni chiqarib olishgan, erinishgan qo'yishgan." Receiver chiqarib olgan. Yaxshi hamki, driver yo'l shuni nar tarafida 1 maylmi, 2 mayldami, adashmasam, ular yaqin o'rtada truck stop bor ekan, o'sha yerga chiqib turgan driver. Keyin bo'lib bo'pti bo'lgan. Uje masalan update'dagi bolalar mana trailerlarni biz drop qildik. Good to go, shunaqa good to go so'rab yozganda broker aytganki, "Yo'q, sizlarda sign qilib berish kerak kimdir. Обязательно biz bu yerga ko'p trailer tashlaymiz, sign bo'lishi kerak" degan. Bu yoqda уже update masalan paperwork masalasida ishlagani uchun broker bilan sraz gaplashildi, driver qaytib kelib, уже odamning ismini bildik, kim sign qilib bermagan, lekin sign qilib berdi adashmasam oxirida. Sign qilib berdi. Muammo hal bo'ldi. Lekin masalan birinchi holatdagidek aytadigan bo'lsak, shu sistemada qilinadigan bo'lganda, accountingdagi bola PODga yetib kelguncha bilmadim, driver boshqa ishlarga ketib borarmidi. Claim ochib Claim ochib trailer. $10 trailerga claim ochib shtraf qilib. Yo, eng yomoni accountingda mana oldin update managerligida bo'lgan holat nima bo'lgan? Bitta broker bilan bitta yukimizda muammo bo'lganda, keyin qolgan umuman boshqa yuklar bor-ku o'sha brokerdan. Hammasini hold qilib olganda, bitta muammo hal bo'lguncha, mana muammo hal qilasizlar, keyin qolganlarni pulini to'laysiz. Xuddi shunaqa muammo bo'lib qolishi mumkin edi. Ko'p bo'ladi. Endi accountingda masalan oxirgi 20 kunlik, 15 kunlik o'zgarishlar bo'ldi. Atashmasam sizga nima deydi, accounting departamentga sherik olindi, ishlar ancha yengillab qoldimi? Oldin bezga o'tirardilar, keyin bizga qo'shib chiqmasdilar ham xonadan. Qanaqa bo'ldi? Xo'p, accountingda просто tak bitta sherigimizni ishdan ketayotganlari uchun, endi o'zlarini oilaviy sharoitlari bilan to'g'ri kelmay qolgan, ketayotganlari uchun pressure menga tushdi. Ulardan keyingi odam edim. O'shaning uchun endi ularni o'rnini bosgani, как yordam sifatida yangi ishchi olindi. Hozir endi pressure sal olinyapti. Xudo xolasa ularga ham treyning qilyapmiz. Xudo xolasa olib keta oladilar degan umiddamiz. Atak babi oldingidan ko'ra nisbatan bo'lsa ham sal bo'lsa oldingidan bosim ko'p. Oldindan bosim ko'p. Chunki ularning o'zlari bitta основной MC-mizni carry out qilardilar. Основной MC-ni hamma ishlarni hal qilardilar. Endi xuddi o'sha MC-ga men o'zim o'taman. U ishlar endi meni bo'ynimga tushyapti. Oldingi ishlar bor. U ishlarga men informatsiya yo'q. Endi qo'limdan kelgancha qidirib, email bo'lsa emaillardan search qilib yoki birorta dispetcherda info bormi yoki updater'dami, kimda bo'lsa bitta-bittalab qarab chiqib, sekin kezlarni yopishga harakat qilamiz. Bo'ldi, zo'r. O'zi bizda ham xudo xolasa yengilliklar bo'lib qoladi. Albatta dispetch tarafga bir traylerni olib kelib tashlasa, xudo xolasa. Bu yoq paxta ham boshlandi alina. Driverlarni olib kelib bersa, xudo xolasa bu yoq sizga ham yaxshi bo'ladi. Brazerga yana shogirdlar olamiz, keyin brazerga accountingda invoicelar, o'sha driverlar soni ko'paygani uchun. Bo'lmasa suhbatimizni shu tarzda yakunlasak ham bo'ladi.
yana o'sha kommentariyaga yozib ketsanglar bo'ladi. Accounting dispatch sizlarni kompaniyalarda qanaqa ishlaydi, ya'ni qanaqa ishlash deganda bizda sal tortishuvlar bo'lib turadi, to'g'risi gruppalarda. Men tashlaganman, yo'q, sen tashlamagansan, delete qilib qo'ylaring. Jahli chiqadi hammani. Sizlarda ham xuddi shunaqa bo'ladimi? Fikringlarni yozib qoldiringlar. Qanaqadir xato kamchiliklarimiz bo'lgan bo'lsa, albatta yozsanglar, buni chiroyli qabul qilamiz. Negativ fikrlar shart emas. Hozir mana shu bola invoice qilib o'tirib, to'g'ri olib chiqib oldik, podkast olamiz deb turib. Alida hozir yaxshiyamki, bugun ready track yo'q ekan. Agar shu track hozirgi muammo bo'lmaganda, sizlar chiqa olmasdingiz-da. Xuddi at the same time bo'ladi muammo bo'lganda, menda ham driver xaringlarimizda bor, ancha protsesslarimiz. Videoga like bosib, kommentariya yozib qo'yishingiz sizlardan chiqmasin. Keyingi savollarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'linglar.